Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti huzuridagi hududiy qayta tayyorlash va malaka oshirish fakultetining yangi o'quv amaliyot bazasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur loyiha UNESCO loyihasi doirasida hamda Yevropa ittifoqi ko'magi bilan amalga oshirilib, Samarqand turizm va madaniy meros texnikumiga qarashli 150 o'rinli o'quv binosi kapital ta'mirdan chiqarilib, zamonaviy jihozlar bilan to'liq ta'mirlandi. Ochilish marosimida viloyat hokimligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Kasbiy ta'lim agentligi, Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti rahbariyati, UNESCO va Yevropa ittifoqi vakillari, viloyat ta'lim muassasalari rahbarlari hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Tadbir avvalida mehmonlar markaz faoliyati bilan tanishib, yangi o'quv-xonalari, ustaxonalar va amaliy mashg'ulotlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Shundan so'ng seminar-trening tashkil etilib, unda kasbiy ta'lim tizimidagi so'nggi yangiliklar, o'qitish metodikasi hamda malaka oshirish kurslarining samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Ishtirokchilar o'zaro tajriba almashib, hamkorlik istiqbollari yuzasidan fikr bildirdilar. O'sha texnikumlarda faoliyat ko'rsatayotgan maxsus fan o'qituvchilari mazkur fakultetga kelib, mazkur markaz deymiz, endi bugungi kunda ilg'or kasbiy mahorat markazi bo'lib o'zgaryapti bu. Mazkur markazga kelib o'zlarini malakasini oshiradilar. Buning uchun biz albatta hududdagi Samarqand viloyatida oliy ta'lim muassasalari yetarli darajada va ularni barcha soha bo'yicha professor o'qituvchilari ham yetarli darajada. Shu nuqtai nazardan biz bugungi kunda avvalambor Samarqand davlat arxitektura va qurilish universitetini professor o'qituvchilarini, Samarqand Buyuk Ipak yo'li universitetini o'qituvchilarini biz o'zimizga jalb qilganmiz. Nafaqat Samarqand viloyatidan, qolaversa Jizzax politexnika universitetini o'qituv institutining o'qituvchilarini jalb qilganmiz. Demoqchimanki, bugungi kunga 10 ga yaqin oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari bizga kelib, soatbay sifatida texnikumni maxsus fan o'qituvchilari va ishlab chiqarish ta'lim ustalarining malakasini oshirishga o'zlarining hissalarini qo'shyaptilar. Bugun Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan Oliy ta'lim vazirligi hamda Kasbiy ta'lim agentligi ko'magida ta'mirlangan va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan ushbu texnikumning ochilish marosimida ishtirok etayotganimdan juda mamnunman. Ta'kidlash joizki, mazkur loyiha Yevropa ittifoqi hamda UNESCOning O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli dasturining bir qismi hisoblanadi. Ushbu dastur doirasida biz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Namangan viloyatlari va hozirda Samarqand viloyatidagi turli hududlarda joylashgan 8 ta texnikumni ta'mirlab, zamonaviy uskunalar bilan jihozladik. Shuningdek, vazirlik bilan hamkorlikda ushbu texnikumlarning 4 tasini kasbiy mahorat markazlariga aylantirmoqdamiz. Bugun ochilayotgan texnikum ana shu 4 ta namunaviy markazdan biri hisoblanadi. Bu yerda olib borilayotgan o'quv mashg'ulotlarini, jumladan nazariy va amaliy darslarni ko'rib, talabalarning kelgusida o'z kasbi bo'yicha ish topishiga mustahkam poydevor yaratilayotganini yaqqol ko'rish mumkin. Kelgusida ushbu texnikum negizida hududdagi hamda butun O'zbekiston bo'ylab boshqa texnikumlar o'qituvchilarini tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha salohiyatni yanada kuchaytiramiz. Mazkur o'quv amaliyot bazasi 2026-yildan boshlab nafaqat muhandislik yo'nalishlari, balki xizmat ko'rsatish sohalarida ham malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yadi. Jumladan turizm, mehmonxona xizmati, restoran servisi, oshpazlik, sartaroshlik yo'nalishlarida maxsus fan o'qituvchilar va ishlab chiqarish ta'limi ustalari malakasi oshiriladi. Biz mazkur ta'lim muassasasida respublikamizdagi ushbu yo'nalishdagi turizm, mehmonxona, restoran ishi, oshpazlik va hokazo yo'nalishlar bo'yicha ishlab chiqarish ta'lim ustalarini ushbu ta'lim muassasalarida malaka oshirish jarayonlarini tashkil qilish maqsadida tashkil etilmoqda. Bundan maqsad ishlab chiqarish ta'lim ustalarini kasbiy kompetensiyalarini oshirish bilan bir qatorda ularni pedagog mahoratlarini oshirish, yangi pedagog texnologiyalar bilan yanada qurollantirish, qolaversa xalqaro andozalar asosida kadrlar tayyorlash imkoniyatini berish bilimlariga ega qilishdan asosiy maqsad hisoblanadi. Shuningdek, ushbu baza har yili Samarqand turizm va madaniy meros texnikumining 650 nafardan ortiq o'quvchilarining amaliy mashg'ulotlarini yuqori saviyada o'tkazishga xizmat qiladi. Yangi markaz faoliyati mamlakatimizda kasbiy ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy malakali kadrlar tayyorlash hamda xalqaro tajribani joriy etishda muhim qadamdir.